Assalomu alaykum. Bugungi brifingimiz respublikamizda kavrakchilikni rivojlantirish istiqbollari haqida. Keyingi paytlarda daromad manbai bo'lgan kavrak o'simligi va xomoshosidan nazораtsiz, rejasiz hamda noto'g'ri foydalanish natijasida kavrak tabiiy maydonlari ancha qisqardi. O'rganishlarga ko'ra, tabiiy tojik kavrak maydonlari 2019-yilda 33 ming gektarni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda 17 ming gektarga kamayib ketgan. Olingan shira hajmi ham 2019-yilda 104 tonna o'rniga 2021-yilda 50 tonnaga qisqargan. Albatta, ushbu raqamlar masalaga jiddiy e'tibor qaralishini taqozo etadi. Shundan kelib chiqqan holda davlatimiz rahbari 2022-yil 27-apreldagi respublikada kavrak yetishtirishni rivojlantirish va sanoatlashtirishni rag'batlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Mazkur hujjat bilan Ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi hamda yaylov xo'jaligini rivojlantirish uyushmasiga yovvoyi holda o'suvchi kavrak o'simlikni saqlash, madaniy kavrak plantatsiyalarini tashkil etish, kavrakni qayta ishlab, tayyor mahsulot shaklida eksport qilish, mahsulotni sotish bozorlarini kengaytirish bo'yicha tizim yaratish vazifasi yuklatildi. Xususan, hududlardagi madaniy kavrak plantatsiyalarini monitoringini yuritish, marketing tadqiqotlarini olib borish, bozor konjunkturasini rivojlantirish bo'yicha yaxlit tizim shakllantiriladi. 2022-yil 1-iyunga qadar Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida kavrak yetishtirish va yig'ish bilan shug'ullanuvchi uy xo'jaliklari va kavrak ko'chatchiligi xo'jaliklarini birlashtiruvchi kooperatsiya usulidagi kavrakchilik klasterlari tashkil etish belgilangan. Bu borada hozirda har bir viloyatda 6 tadan tashabbuskor bo'lib 2026-yilgacha 30 ming gektar maydonga kavrakni madaniy usulda ko'paytirish barobarida 14.210 ta yangi ish o'rinlari yaratish rejalashtirilgan. Tahlillarga ko'ra, jahon bozorida 1 kilogramm kavrak shirasining o'rtacha narxi 150-200 AQSh dollari bo'lib, mahalliy tadbirkorlarimiz tomonidan hozirda 47-50 dollardan eksport qilinmoqda. Vaholanki, kavrak shirasini qayta ishlab, ziravorlar tayyorlash orqali bu qiymatni 5 barobargacha orttirsa bo'ladi. Hindiston, Xitoy va Fransiya davlatlari kavrak xomoshosidan dori vositalari, efir moylari va turli ziravorlar ishlab chiqarish barobarida 9 milliardgacha daromad qiladi. Kavrak mahsulotlarining jahon bozoridagi yillik aylanmasi 17 milliard dollarni tashkil etadi. Mamlakatimizda 2021-yilda 170 tonna yoki 8 million dollarlik kavrak xomoshosi eksport qilingan. O'zbekistonda kavrakchilikni rivojlantirish uchun investorlarga ham qulay sharoitlar yaratilgan. Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida kavrakni qayta ishlash bo'yicha korxona qurish ishlari boshlab yuborildi. Kavrak shirasini yig'ib olganliklari uchun undiriladigan to'lovdan tushgan mablag'larning 50% Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq tumanini rivojlantirish jamg'armasiga, qolgan 50% esa Qorako'lchikni rivojlantirish jamg'armasiga yo'naltiriladi. Shuningdek, joriy yil 1-maydan 5 yil muddatgacha kavrak urug'ini yurtimizdan olib chiqish ruxsatnomalari berilishi to'xtatiladi. 1-iyundan boshlab esa 3 yil davomida asosiy faoliyati kavrak yetishtirish bo'lgan tadbirkorlik subyektlariga foyda, mol-mulk, yer va suv soliqlari 50% ga kamaytiriladi. Kavrak o'simlikni yetishtiruvchilar va qayta ishlovchilar tomonidan xorijdan import qilinadigan, mamlakatimizga ishlab chiqarilmaydigan xomashyo va materiallar bojxona bojidan ozod qilinadi. Ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi kavrak eksporti monitoringini yuritish va miqdorini oshirib borishga mas'ul hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, ushbu farmon yurtimizda yovvoyi kavrak o'simligini, tabiiy zaxiralarini saqlash, ko'paytirish, qayta ishlash korxonalari va uy xo'jaliklari o'rtasida kooperatsiyani yo'lga qo'yish, sohada investitsiyalarni keng jalb qilish orqali aholi daromadini oshirishga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.